Assalomu alaykum. Men Toshkent viloyati Bekobod tumani Zafar shaharchasida istiqomat qilib kelaman. Men Hamroy Vodina Arim klinikasiga murojaat bilan chiqdim, chunki menda juda ham mazam yo'q edi. Nafas olishda qiyinchilik, tekshiruvlar natijasida burun to'siq qiyshiqligi, bir necha yildan beri menda bir natijalar ko'rinmaganligi sababli dermatologga uchrashdim. Dermatolog menga bu klinikani tavsiya etishdi. Arim klinikasiga tashrif buyurdim. Shundan so'ng menda shuni kuzatildiki, tahlil natijalari asosida burun to'siqdagi qiyshiqlik emas, naoborotiga allergiya holatlari kuzatilganligi ko'rib chiqildi va shundan kelib chiqilgan holatda 10 kun mobaynida davolandim, lichinalarni oldim. Ko'riklardan o'tib, lichinalar olib, mana Xudoga shukr, 10 kun ichidagi aniq bir natijam, bemalol nafas olyapman. Hech qanaqa bosh og'rig'i bo'lmayapti. Boshida kelganda davleniya bilan, ko'zlarim qizarish bilan juda qiyin ahvolda kelgandim, lekin hozirgi kunga kelib hamma kabi bemalol nafas olib, bemalol nafas olishga qiynalmasdan yengil o'zimni his qilyapman. Zo'r.